Boshlayalım. Ana kartası kuralım. Tüm. Mafia WhatsApp. Doktor WhatsApp. Comissário WhatsApp. Hamma WhatsApp. Bizni doktorimiz o'zini o'ta yaxshi ko'rgan. O'shanga o'ldirilgan odamni davolaman. Tayyorlaydi. Doktor biz yaxshi ko'ramiz. Abdulloh keldi. Mana bitta gumonim bor. Hammani ishlaydi. Gumonim bor. Gumonim o'sha o'qiydi. Voобще gapirmaydi. Har doim birinchi gapirardi. Sizchi? Voобще gapirmaydi. Bo'lishi mumkin. Mana gumonim. Birinchi gapirgan odam nima kamista? O'zi qarani, boshsiz aytdilarki, o'zini yaxshi ko'rar ekan, doktor dedilar. Demak, doktorlar bu kishi. O'zini yaxshi ko'radi. O'qitdilar. Baba ham emasman, aka ham. O'zi doktorlar bu kishi. Bu kishini otamiz. Komissar yaxshiroq harakat qilsin. Anaqa Gipokratni chiqarishlar. Gumon. O'tayni aka yuragim sirli. Ikkita gumon bor. Bir kalaman Ikki. Bu ikki degan nerealishlar o'yinga bitta. Ana, sirab oqlash boshlandi-da. Mafiya o'zim shunaqa daraja, shuni mafiyani bildimi? Nima o'tirmaslik uchun harakat qilishim kerak. Lekin masalan, o'tirmaslik uchun harakat qilib o'tirasiz-da o'zingiz. Manfaatsiz o'ylab Haligi yozma proksi gumon qilgan, o'zim manfaatsiz Xalq uchun kurashim. yordam bera olmadim. Xalq uchun kurashim, shuncha ish qildim, lekin bir keyin o'sham. Telefon Allah'ın aka yuragim Lekin bir narsa bormi? Menejer bo'lmasa yoki komissar bo'lmasalar, to'rt o'yinni yatishga ketaman deb bir gapirgan odam hozir bitta ham gapirganimizda birortasi gapirmadi. O'shanisi ham bor lekin. yuragim siqilib qoldi mana. Ovoz berish boshladim. Boshladim. Birinchi o'yinchiga kim ovoz beradi? Bir, uch, to'rt kishi. O'zingiz oqlash uchun sinflar. Adashingni. Keldi-da o'sha. Adashingni. Keldi-da aka. Bitta SBOga 2 qiladi aka. Oqlamasdan Adashingni lekin yana. Yana adash. Qancha o'zi bilan ovoz. Doim aytdim. Ishaverasizlar. Yuragim miyam qizib qoladi. hech kim ovozni qaytarmadimi? Ayollar. Mana 2. Ikkiga. O'ylab ko'ring. Farqi yo'qmi? Bular hamma Ikkiga tavakkal kishi. qilib bo'lmasa mana chiqib. Ha lekin To'rt kishi. 4 kishi. Ikkigami? Ikkinchi o'zingiz oqlash uchun sinflar. Men har doim birinchi kirishga haliga nima qilmadim? Ikkita o'yinda ham birinchi kirishga nima uspet qilmadim. Meniga emotsiyalar bildiraman. Buzaq man вообще nima? nima mafiyasi? Mafiya emasman. Qanday gapiraman? Mafiya emasman. O'ylab ko'ringman. Barcha. Agar siz deysiz, men chiqib ketishimni bilaman-da oldindan. Asta. Mayli, bilaman. Sabab siz mayli, barcha gap bo'lmasa men chiqib ketaman. Mayli, 38 mingdan o'z oqlashga. Bo'ldi. O'ylab ko'ringlar. Ikkigami qani? Ha, Ikkinchi. Tayyorlaning. Menga yaqinga bo'lmadi. Chiroyli, men yengil tushdi. Biz. Hadi, olsun. Olsun yakın. Hata bu ne oluyor?
Kimlerle jiyte dedi. Dünyadan sal ziyraklı oynaydı. Bo'ldi. Tun. Okey ama bildiler. Yo'q, qarang. Esboga bunday yaxshi. Gumanim aytib ketishim kerakmi? Ha, ayting. Gumanim va Abduvalida. Birinchidan. Abduvalida. Doimgina. Bo'ldi, tun. Tun bo'ldi, gapim yo'q. Короче, mafiya emasdan meni o'tib ketishdi. Mafiya yo'qotsa. Doktor yo'qotsa. Komissar yo'qotsa. Hamma yo'qotsa. Tanlayni. O'lmoqchiman. Men ketdim. Inna lillahi va inna ilayhi. Hamma tayyorlasa. To'ptalarni Hamma tayyorlasi. Ben şu rol O'n ikkinchini o'ldirishdi, 12-chi doktor dedi. Yi doktor? Kimga jon berasiz? Gumanik. Aytib bo'lmaydi, kimni davolagan. Gumanik. Gumaningiz kimdan? Abduvali. Endi hozir bu yerda komissar umuman ish qilmayapti hozir komissar. Bo'ldi, kimga ovoz beramiz? Shuni tekshirdi. 3-o'yinchiga kim ovoz beradi? 3-o'yinchiga. Qarang, uni adashtirdim. Shu. Ikkinchi o'yinda emaslarmi? Yo'q, yo'q, chiqqanman. Ha, ikkinchi. Ha, bo'ldi. 3-chi o'zingiz uzoqlashish yo'q, sinib bor. Yana bitta gap. O'ylab qo'ying uni. Lekin yana bitta gap, o'ki gapirishlarini sezdim. Yo'q tanlab bo'lganlar, yo'q meni ishlatib chiqmaganlar. Lekin men Bitta o'ylab qo'ying uni. o'zingiz gapingizni aytib ko'ring agar umr ko'rishim mani yecholaman. Asli onam. Uka, yomon gapirarkan. Mafiya bo'lsa-da. Bo'ldi, hech kim ovozini qaytarmadimi? Tayyorlaning. Fez promessas, jurou lealdade, mas mostrou que só viveu de falsidade. Em meu mundo, recebi veneno. Você foi golpe baixo, amor pequeno. Mata Uchinchi mafiya. Bir daqiqa vaqtingizni olaman. Namangandagi eng zamonaviy va sifatli dovuzza sexga kelganmiz. Agar sizlarga ham dovuzza, kachellik, kalavat, manavat kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi nomerga aloqaga chiqib turib bonuslarni bo'ladi. Kadrda ko'rishingiz mumkin. Dovuzzalarning eng so'nggi rusumdagi va eng sifatlilari albatta mana shu sexda ishlab chiqariladi. Mana shu pastdagi nomerga aloqaga chiqib turib bemalol zakaz qilib bo'ladi. Borib o'ynatib beramiz, xudo xolisa. Hammalarga katta rahmat. Endi videoni ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'ling, jigarlar. Tanlamasga aniq bo'ldi. Ha, ikkinchisi komissar kattani bu o'ylashga birinchi kunlar yig'ib oldimi? Oxirida mafiyaga 2 kishi chiqarib qolsa, 2 kishini so'roq qilish kerak. Ya'ni bir kishi emas, 2 kishi qoldirgan so'roq bo'ladi. Sababi 3 kishi bo'lsa ham so'roq bo'lib qoladi. Lekin 2 kishida ellikka bo'lib qoladi. Ikkilarni gaplaridan qo'rqsa bo'ladi. Mafiya bo'lsa cho'ka. Mafiya bo'lsa? Mafiyada o'zib qo'ygan qo'yadi. Mafiyada o'zib qo'ygan. Mafiya o'zib qo'yganda bitta mana aytdi. Mana mafiya. Hammaga yo'q. Mafiya bo'lsa men olmayman, akam. Birinchi otilishini bilaman. Bo'ldi, tun. Наша молодежи модно умирать авториками. Передозах и отбойников. Гонщик, спортики и разбойник. Чин с тоником сверху анаболик. Городские рожи и хроники. Потом матч, шейкер и затоник. Вокруг меня гопники. Кузов гонит как на допинге. Кайны грузит на спотики. Крестики вместо броник. Мы не коллеги, мы пособники. Хроника джет. Ушел джет. Ушел джет. Меня укачает и мехрей. По этажам, пол в подвальном этаже. Не пороняй снег, но я могу его поджечь. Komissar yo'qotsa. Ушел джет. Меня укачает и мехрей. По этажам, пол в подвальном этаже. Не пороняй снег, но я могу его поджечь. Tayyorlayni.
Balli. Mana o'tgan bo'lsa, qanday adashasizlar-da. Sanayveradi. Suyonmangiz. Bugun tunda hech kim o'ldirishmadi. Doktor qutqarib qoldi. Doktor gap yo'q. Suhbatda to'liq vaqtida bor. Endi mana mashinaga qarayli. Bitta narsa, komissar bir kishini tekshirdi. Endi o'shancha hozir agar ma'lumot topib qo'ygan bo'lsa, 3 million depressiya berish kerak o'shanga. O'shandan keyin bo'lsa ular agar komissiya bo'lsa, ya lekin hamma o'yin haligi hammaga haq chiqib ketdi, lekin mafia qayta bir kishiga qayta tushgan bo'lishadi. Ya'ni dolarga ham yoki qaraylar, mana bitta nima bor, oka 3 sabab oka hamma dalillarga gapirsa bir kishiga birga muhit Omalarga bari qo'shim. Ular bo'lishi mumkin bo'ladi. Ona bilasizmi sizmi? Ko'p o'ynagan ekanda. Qaraydi. Mana katta tarqatilyapti. 3 o'yin o'tdimi? Uchalasi ham katta rol tarqatib kelindida, xatolik bo'lganiga tarqatib boshdi. Xudo ketdi, mana to'xtab turib, yo'qda tarqatib, ikki oxirlanga berdi. Men o'ylashim bo'yicha nima bitta gapni, endi men chilkada qaramasa chilkda. yo'q, mana qarang, reaksiya o'zgardi. bitta narsa qarayli. Mafiyani ko'rgan bo'lsa, mafiyani qoldi. Asma lekin qarayli, doktor nimaga hamma o'yindan boshqa bo'laman degan sababi ikkita mafiya, uchta mafiya qilsa yo'q, birinchi manga beradi. Sababi men kuchliroq bilganim, ma'lumotga ega bo'lganim uchun boshqa o'tishim mumkin. Lekin doktor yordam bergan sababi, ammo lekin shunisi ham bo'lishi mumkin, lekin men o'zim uchun 100%. Mana umringizni risk qo'yish qonun. Qo'y. 11-ni aytib qo'ydim. Qaraylar, yo lekin bundoq bo'lishi bu aysida umrda umash qoldi. Mafiya ikkita-da. Mafiya ikkita. Bu Mafiya ikkita bor. Qarayli. Shuni Yana bitta narsa bor. emasman. Yo'q, bitta narsa bor, yana bitta narsa. Oka hamma o'yindalik, yo'lsiz bilmaydigan odam oxirdan jim o'tirdi. Machka deraman. Odam o'zi uchun bilmaydi, ham mumkin. Chiqarib olsin. Kelalar oxiriga navash qilib ko'rganlar. Masala bitta qayta aytaman. 100% agar hozir chiqarib olsa, nima aytaman? Mafiya doktor o'zidan o'zi kalashlardan qarigan bo'lishi mumkin emas. Sabab men qarigan bo'lganim mafiya. Qarang, 3 o'yin o'tida boshqalar o'yinga gol beradigan sizga gol beradi. Karta bir karta siz ko'rgan. Boshqalarchilik berib bo'lmadimi boshdan? Prost karta olganda reaksiyasi boshqacha bo'ldi. Davay. Doktorni qayta aytganim sababi ham bor. Nozim nima deyapti bilaman, kamsar ko'rganman. Nima bilaman. Endi haqiqatdan chiqarib, men o'zim chiqib chiqmoqchiman. Men ikkita guvonim bor. Birinchisi Tomoga, ikkinchisi Usta. Agar chiqarmoqchi bo'lsalar, chiqishga tayyor. Endi ham o'zim o'ylab ko'rsa, balki kallasi bor. Ash o'qiy, baxshi gapirmaydi. O'yin bilish, bilmaslikdan emas. Haliga o'zingni bilasizlar. Voобще, o'shani bitdilar, gapirmaydilar. 3 ta o'yindanmi? Voобще, Mafiya masala yomon bo'ladi. hech kim shubhalanmaydi. Nimadan? Rostdan. Mafiya emas. Oyga. Lekin masalan meni bitta narsa bor. Men ikkishini ham gapirmadim. Sababi ikkishini gapirmagan bo'lsa, ishimni gapiraman. Aka qara, hamma birga gapirib bo'ldi. Men birga tanlamadim. Sababi birinchilik kimligini bilaman. Kimligini tushundim. Kim uka? Nozimasiga aytiraman, mafiya sizligi men bilaman. Mafiya chiqib kelishmadi. Siz bilan gumon 3 keladi, sababi ikkita kim. Mafiya uka. Lekin 11 da ham umuman gumon yo'q. Sababi
Men bilaman, 3 kishini bilaman, kimligini. Fikrim o'zgartirib, kichkina bola bermoqchiman. Javob. Ovoz beradi boqasiz. Oka emas. Yo'q, bitta nima qilaylik, bitta blokiy chiqaraylik. Agar chiqmay qoladigan bo'lsa, men bir kishiga jon beraman, 100% yana qaytib kelishim mumkin. To'g'risida, men o'zim yo'qchida hamma. Javob o'qi, qara. Ular menga bir qilib o'yladim. Bo'lishi mumkin. Men tushgandan beri men ko'p gapirib keldim. Kim mafia desa o'zi deb bo'ladi-da. Qara, katta narsa, hamma o'yinda men aktiv Gapiraman. O'zim meni jitilman. Hammaga bo'ldim. Men meni jitilman. Agar men kichkina unchalik emas. Qarab bo'lsam, hozir menda yomon narsa bo'lmagan. o'zlaman Qaraylar. Bitta narsa bor. Eshitaylik. O'g'il eshitaylik qarang. Hozir qo'ldan chiqarsa ikkita manfi qolib ketdi. Ikkita manfi bo'lsa, vaqti qiynaladi. Tushunsan bu. Mana shu ikkitalarning o'rtasini gumon qilaylik. Men o'zim gapiraman. Sen nima ko'ring gapiraysan? Menda hozir men 3 kishini Qaysi mafia? Nima sabab? Nima sababdan? O'zim haqiqatan sizlardan dillardan mafia bo'lsangiz, men o'yindan chiqib ketaman. To'laman chiqib ketaman. Shuni bo'la beraylik. Men aynan kelib men Bo'ldi. O'nga yetmaydi. Men boshlashim Qarada gapirishtinglar. Lekin men o'zim o'qlasam, men o'zim o'qlash uchun ayta olaman. Nimaga? Men o'zim narsa o'zim qilganim aniq bilasiz. Hozir yana bir kishini bildim, kimligini. Nimaga? Sababi ikkitalardan gumon qilganim, yana jimoatga ko'rganimda anlatdim. Kim ma'lum psixologiya o'qishgan. Bipolarlikdan boshqa. Kim mafia psixologiya bor. Hamma psixologiya bor. Shuning uchun lekin hozir men bilganim, tilida bo'lgan sababi, o'gay, kimman? nimaga sen javob berib gapiraysan? Bo'yindan qaysi o'yinsiz? Yordam odam Hop, qara, birinchisi men bilan ikkinchisi kim? ikkinchisi bo'lgan 3 yoki boshqasi bilmadim. Okalar turli uch. Oy, qarang. Men bitta mashg'ul. Agar 12 yoki 3 ga javob beraylik, agar ma'lum chiqmasa, men bir kishini tanlayman, qolib beraman. Kimligini aytib beraman. Mafia o'zlari. Mafia majburiy yutadi. Hammaga to'larga beraylik bo'ldi. Xo'p, hamma o'z ovozi bor. Men qilaman, o'zim 3 ovoz bor. Hamma o'z ovozi bor. Ovoz berish boshlanadi. Men o'zimni javob berishni ayta olaman. O'ylaman bilaman. Ya agar bo'lsa. Gapga dechildi qiladi lekin. Ovoz berish boshladim. Ha. Birinchi o'yinchiga kim ovoz beradi? Ikkinchiga. Uchinchiga. Uchinchiga. Hammani uchinchi o'zingizni Ana, voy, gap eshitdinglar. Biz video ketibdi, video. Hammasi kis-kis qo'yadi, ommadan o'z mafia uchsalar, hammaga do'stlar kelar bo'ladi. Bunga emas, hamma yerda. uchinchi o'zingizni oqlash uchun 30 sekund vaqt. To'g'risi, lekin hamma to'g'risi. Bu yerda mashlar. Yo'q, oka. Mashlar. Oka, qara. o'zim oqlash yana bo'lib qoldi. Gapirdim. Bitta narsa. Hech kim ovozni qaytarmadimi? Qaytaraman. Qaytardingmi? Kimga? O'nga 10-chiga kim beradi? Hozir qaytaring. Bo'ladi bu. 10-chi o'zingizni oqlash uchun 30 sekund vaqt. Bitta narsa qaranglar. Endi eshitish bo'lmaydi. Bitta gap eshitdilar. Hamma o'z berdi, to'g'rimi? Hamma o'z berib bitta ovoz qolib ketdi. Sababi mafiyaga yordam bera olmaydi. Berish kerak-ku, bildirmaslik kerak. Agar men nima qiladigan bo'lsam, oldindan aytaman. 3 kishini biladigan narsa, o'zim uchun jon beraman. O'yindan chiqaman. Mafiyani chiqarmaydi. O'shaning uchun Qarada, o'zim gapiraman. Hech kim ovozni qaytarmadimi? Tanlaning. Kimgami? Tanlaning. Navbatga berish kerak. Qaytarasizlar, bitta oxirgi so'rab olaylik. Qaytarasizlar. Mafia. O'zim kim? O'ninchi mafiyada. 10-chi mafiyada. Okey. Yo'q, 10-chi doktorda degani. Aytdim, doktor dedi. O'zi
turibman-da. Aytib turgan narsani qilish kerak. Jon Qanaqa kuydirib bo'ldi? gapirma, jon kuydirib. Qana bilan do'stlik. Yo'q, jon oxirida kelib jon kuydirgan. Mafya uğratsa. Komiser uğratsa. Hava uğratsa. Derleyle. Derleyle. Umur için olur işte. Bir de zeytin. Qana bola. Qo'lim berib Qana O'shancha kuydirdim. Bitta gap bilaman. Abdulla qana yaxshilarni-ku, not tamen, not. Men gapirmayman. Ikkita Ma bildim. Roman mas. Mana farqi, biror matematika tushmaydi. Endi tushmayapsiz. Mana Gumurlar, ne jon? Kelib jon. Bu ish kichkina mana gumur. Jon. 200 kg. Hamada o'tib chiqdi chunki. Mana shu gapirib ketyapti. Ya mafiyaga Qaraylar, men chiqib ketdim. Kam bu yerda hozir ikkita mafiya bor. Birinchi kichkina bola. Ikkinchisi uni ikkinchi raqam. Buni ashta savol beramiz. Men o'ylashim Kiga o'zlari man 100 foiz Kichkinada Kichkina emas, kichkina emas. kichkinada bo'la. Menga farqi yo'q. Kiga o'zlari. Kiga o'zlari. Berni hamsan O'ylamanmi? Yok, kiga beşmez. Mafiya emas. O'zim doktorman. Doktorga jon kuydirib ishlarni ovoz bergan bo'lishim kerak. Kuydirib. O'zimni oqlasam ham kuydirib. Vay. O'ylab ko'ring. Kiga beradi o'g'izlar? Kimman? Bundan oldin Siz bilasiz. Ovoz berish boshladim. Birinchi o'yinchiga. Kim beradi? Ikkinchiga. Ikkinchi. O'zingizni oqlash uchun 30 sekund vaqt. o'ylab qo'ying. Bundan oldin aktiv edi. O'zi ham aktiv. Boshda ikkita o'yin. Barcha aktiv bo'lmadi. Ama mafiya chiqdi. Mafiya salsa oqsama tikirib. Abi işirdim ne? Bu ikkinchi tanlaning. Tekshirdingizmi? Ama o'ylab Se você bota a gaia, o ilho da cantor. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, tá explodindo o paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, tá explodindo o paredão. İkinchi mafyada. Bu tun Bak to'xta gumonini aytib ber. yer. Ko'radingizsiz? Mafya o'tirib gumon qilasizmi? Yo'q, ichiligingizni aytib bersangiz mayli. Mafya uğratsa. Komiser uğratsa. Hava uğratsa. Derleyle. Birinchi o'g'irlikda. Birinchi komissariyada. Ay çıkırsam böyle mi? Ha. Yo'q, aytolmaysiz. Komissarsiz-ku. Yo'q, tekshirganingiz bilan aytib qo'ymaydi. Komissar oxirgi gap yo'q. Xo'p. Mana shu ovoz berishda man birinchi qazmasani yutqazasizlar. Abdullah. Oldu.
mayli. O'zingiz aytib qo'ydingiz, shu paytgacha mafiya tushmaydi dedingiz. Ular kimga beramiz ovozni? 5 ga aka. 5 ga kim ovoz beradi? Abdulso'm 5 gami? Bu tutorga beramiz. 5 gami to'rga. Mutsgan beramiz. Mafiya bo'lganingizda o'tadimmi? Egasiga bo'y o'tdim. Ha, o'tadim voy, o'tadim. Abdulazoga, ikkita o'yindan biri Abdulazoga, ikkita o'yindan biri zero tutmoqman sizni. Yaxshi o'ynaysiz. Ular kimga beramiz? To'rga kim beradi? To'rga. To'rga mana. 1 2 2 kelib qoldi. 12 ga kim beradi? 12 ga. 12 ga ham kishi. Abdulazoga mazda o'tadim. O'ylab qo'yaman. Pachkidan, egasiga, pachkidan. Mafiya emasman. O'cham qartam. Ikki bo'lib turibsiz. Abdur, adashma. Adashma. 12 o'zimizni oqlash uchun 30 sekund vaqt. Ularlar esa Abdulazoga, ikkita o'yindan biri. Abdulazoga qara, ikkita o'yindan biri. Mafiya chiqdi mana, egasiga beraman, mafiya chiqdi. Ikkitasidan o'tdim men zo'q. O'ylab ko'ring, ikkitasidan zo'q, uchinchisi chiqdi. Agar o'zida mafiya chiqqanda, men buni o'tmasdan zo'qlardim. Zo'qlar yaxshi o'ynaysiz chunki o'qasiz, bilib qo'yishingiz mumkin. Menga qiziqmas, ikkitadan ham hozir. Ikkitadan ham. Hech kim ovozni qaytarmadimi? Qaytarmadimi? Yo'q. Tanlading. Chiqma qo'yar, oka. Qarta ko'z chiqadi. Ya Alloh o'zi yaxshi. sakra pastga. O'tir. Ey aytami? Mafiya dedim ben. Mafiya oldu. Otur. Gitti. Baba, sesini kal. This is 12 mafiyada. Videoda ko'rdinglar, o'zimiz oqamiz, qadrdonimiz o'yin o'ynadilar, hozir taassurotlarni bitiradi. Taassurot qanaqa bo'ldi aka? O'yin haqiqatan juda zo'r o'tdi. Bunaqa qiziqarli bo'ladi deb o'ylamadim. Hammani kassadagi mafiyaga tavsiya qilaman, kelishinglarni. Juda zo'r bo'ldi. Yaxshi qatnashdilar. Taassurotlarni ayting. O'yin kutganimizdan ham zo'r bo'ldi. Men to'g'risi birinchi marta o'ynashim bu o'yinni. Bunaqangi qiziqarli bo'ladi deb o'ylamagandim, kutmagandim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Haqiqatda zo'r bo'ldi. Birinchi partiyada o'qa chiqib ketdilar, birinchi partiyada. Zo'r. Hammani kutib qolamiz bu safargi o'yinlarga. O'yinda eng aktiv bo'lib turib, yaxshi o'ynaydigan o'yinchimizdan ana birinchisi. Oxirgi o'yinni men deb qo'yadilar. Aka o'yin haqida men endi taassurot. O'yin zo'r bo'ldi. Baribir kallasiga odam yutadi deganda, opitim bo'lgani uchun, bilganim uchun o'yinda aktiv qatnashib, jon kuydirib, o'sha aktiv bo'lib yutdik. Masalan, mir bo'ldik faqat mir bo'lib yutib chiqib ketdik. Endi bir marta qoldik. Oxirgi faqat desa kalishni qolganmiz. Endi zo'r o'yin bo'ldi. Keyingisi yana o'ynaymiz. Kelamiz, yana shunaqa bo'lib, endi to'liqroq bo'lib qolsa, yana ko'proq bo'lsa, yana qolsa, keyingi safar to'g'ri bo'lib kelamiz. Hop, ishtirokchilar o'g'adagi oqamiz, xudo xolasa o'yin ishtirok etdilar. Yaxshi o'ynarkan deb kishi ham. Yomon emas. Hop, taassurotga keladigan bo'lsa, taassurot juda ham zo'r. Men xohlardim o'zimizda ham Namanganda shunaqa narsa ochilishini, mana ochilgan. Xudo xolasa qatnashdik, ko'rdik, haqiqatan cho'tki bo'lgan. Faqat bizda bitta muammo bo'lib qolgani, odam sal oz bo'lib qoldi. Lekin o'shanda ham qiziq bo'ldi. Agar odam ko'pchilik bo'lsa, bundan zo'r bo'ladi. Keyin safar albatta jamoa bo'lib, ko'pchilik bo'lib, 10 kishi bo'lsa-ga, xudo xolasa o'shanda yaxshi bo'ladi. Ammo bunisi vaqti zo'r bo'ldi. Keyingi safar qatnashmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga mafiya yozib qoldiring, xudo xolasa sizlarni taklifimiz mumkin. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar. O'yinda ishtirokchi, yaxshi o'ynamagan odam demaman o'zimizga. Yaxshi zo'r bo'ldi. Oxirgi o'yinda Qatnashinglarmi? Maslahat beraman. Oxirgi o'yinda men o'zim o'tib o'tdim. Ha, sherigim bo'lib turib o'tib. Endi manipulyatsiya deb
O'sha like bosib qo'yishsin. Ha, like bosib, kommentariyaga mafiya so'zini qoldiringlar. Faqat qatnashadigan. Endi sizlar so'radim. O'zimiz jamoadosh Abduvali sizga o'yin haqida taassurot. Taassurot. Вообще zo'r. Men komissar bo'ldim, faqat 3 partiya komissar bo'lgan bo'lsam, xalq ozgina adashib qoldi. Menga erga sal yomon tushmadi. O'shani hisobiga bitta ikkita raund yutqazdi, lekin baribir xalq yutdi. Yaxshi bo'ladi o'g'lim. Juda zo'r. Kelmaganlar aniq afsuslanadi. Ana video chiqqan. Maza ham qildi lekin. Вообще yayradi. Hozir yig'ilib ko'rsangiz. Like bosib qo'ying. Mafiyani ikkinchi qismini tugatdi. Agar uchinchi qismida qatnashmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga mafiya so'zini yozib qoldiring. Like, podpiska bosishga esdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat, ishtirokchilar ham sizlarga ham katta rahmat.